Ya tamam şu. Bak Bak. Demek qadrli do'stlar, bugundan boshlab kommentariyalarni o'qishni boshlaymiz. Qiziqarli, tanqidiy, kulgili hammasini o'qishga harakat qilamiz. Zo'rlarni sizlar uchun tayyorlab qo'yishga harakat qilamiz. Menimcha hozir o'zbek segmentida bunaqangi kontent yo'q. Demak, boshladik. Asosan zo'r videolar va kontentlar va aqlli gaplar, chiroyli gaplar va adekvatni gaplar va asosli tanqidlar bu asosan Twitter ijtimoiy tarmog'ida uchraydi. O'zbekistonda ham Twitter ommalashgan desak ham bo'ladi. Bugungi videoda mana buni ko'ramiz. Xullas, Yaponiyada bizni o'zimizni qora qoshimiz, mana yigitchamiz, mana yigit emas, endi ho'kizdek erkak, mana politsiyaga tutib berganligi uchunmi, xullas mana aytyapti. Diqqat markaziga tushib qoldi deyapti, ruschadan tarjima qilib beryapman sizlarga. Va o'sha mahalliy aholi, ya'ni yaponga manaqangi jestlar qilib, jest degani shu qo'llaridagi, tushunib turibsizlar endi nima ko'rsatganini, o'rta qo'lni ko'rsatgan, boshqa. Mana eshitamiz. Ya tamam şu. Bak Ой. В Японии иностранец, говоривший на узбекском языке, нарушил правила дорожного движения, а после замечания местного жителя начал ему грубить. Он кричал и использовал нецензурные жесты в адрес японца. Инцидент попал на видео. Xo'p, kelinglar endi kommentariyalar bir chekkadan o'qishni boshlaymiz. Bu Nick deb nomlangan bu egasi, mana ko'ryapmiz, ruscha yozilganlik, demak bu Rossiya fuqarosi bo'lish kerak yoki rus bo'lish kerak. Xo'p, boshladik. Birinchisini tushunib turibsizlar, Zafar degan odam yozyapti, Yebanadon deb atayapti u bolani. Zabыл, что он не в России. Bir yo'la tarjima qilib ketaman. Rossiyada maslaga esdan chiqarib qo'yib shekilli deyapti. Xo'p, keyingisi mana bunisi aytyapti, endi Rossiyaga ketadi deyapti. Xo'p. Va shunisi g'alatiki deyapti, mana bunisida Georgiy yozyapti. Nimaga uni qo'yib yuborishdi, nimaga uni Yaponiyaga kirgizishdi ekan? Nima bu, o'zbekmi deyapti. O'zbekmikan bu o'zi aslida? Kirgizgani bularga g'alati tuyulyapti Yaponiyada endi. Ya'ni mensimayapti. Vot mana deyapti, mana bunisi yozyapti, Yeremey yozyapti. Yaponlar bu borada malades deyapti. Qayerga borsa migrant o'sha joyda qonun qoidalarga bo'ysunish kerak, hurmat qilish kerak deyapti. Va sen bo'lsa edi begonasan, nima yozgan bo'lsa, nima ustav, nima nizomlar qo'ygan bo'lsa, shunga обязанsan, shunga majbursan. Chunki sen o'zi pul topgan borgansan yashash uchun deyapti. Keyingisi, uni militsiyaga berib yuboraylar, keyin uni yig'ishtirib yuboradi deyapti. Nima голову rubiyat deyapti, kalasidan ovoradi deyapti, ancha qo'pol bo'lib ketibdi. Yaponiyada muslimlar non grata deb ataladi deyapti. Za propaganda tuyurma deyapti. Ya'ni non gratani bilmasanglar aytib qo'yay. Non grata degani bu istalmagan shaxs. Asosan bu termin siyosatda ishlatiladi. Masalan, bir elchi ikkinchi davlatga elchi bo'lib borsa, o'sha elchi o'sha davlat prezidentiga yoqmasa yoki nimadir ishlar qilib qo'ysa, protokolda yo'q ishlarni qilsa, o'sha davlat u elchiga non grata degan status beradi va bir necha vaqtlar orasida u ketishi kerak davlatdan. Chunki u seni istamayapti, sen boshqa odamni olib kelyapti-da. Non gratani shunaqa ma'nosi qisqacha. Propaganda qilgani turmaga deyapti. Ya'ni o'sha islomni umuman dinni targ'ib qilsa, Yaponiyada turmaga solinadi deyapti. Mana bilib oldinglar. Opять churka. Endi churka degani haqoratli so'z, endi o'zingizlar tushunib turibsizlar. Yana shunaqa paydo bo'libdi deyapti. Bu hyusosi, endi bu so'zni tarjima qilishim shart emas, o'zingizlar bilasizlar. Itni deyapti, sepda ushlab turish kerak, zanjir ushlab turish kerak, bo'lmasa itiga egasiga tashlanadi demoqchi bu. Hay degani. Yegipet yozyapti. Yana bitta hali noshukur cho'chqa, suka, nechta borsan senlar Rossiyada. Uni davlatiga ham P deyapti-da, o'shani ushlab turgan davlatiga ham P deyapti. Bu menimcha deyapti, mana u Aleksandr yozyapti. Uni fuqarolik bergandan hech kim hech qachon anaqa qayg'urmagan degandek gap yozyapti. Obbo qo'yi, mana Malagigato yozyapti. Obbo qo'yi. Seni konserva qilish kerak edi. O'zingni qishlog'ingga jo'natib olish kerak edi butun bir umrga deyapti.
Faktistov Igor yozyapti. Agar hayvon o'zini barmog'ini jicha balandroq ko'tarib bo'lsa, zudlik bilan uni dadiga qaytarib, qishlog'iga qaytarib borish kerak deyapti. Hop, keyingisi o'zbek svine deyapti, o'zbek cho'chqa deyapti. Ko'ryapsizlarmi do'stlar, bu qanday sharmandalik bizni nomimizga. Ko'ryapsizlarmi, o'rislar o'tirib olib, o'rislar ham ja oppoq tilla emas. Men ham o'rislarda masalan Tailandda hozir nima ishlar qilganligini videolarini ko'rsatishim mumkin. Lekin ularniki kam, tan olish kerak. Unaqangi ular unaqa bespорядность yo'sa yo'lda ketayotganda, tvarda ketayotganda yoki restoran, kafe bilan, mehmonxona bilan ular o'zini qanday tutishni biladi-da. Agar ichib olmasa to'g'ri qiladi do'stlar ham ko'rganman. Lekin juda kam. Lekin mana qilib yo'lni ustida unaqa noto'g'ri yo'lga burilib yoki svetoforda o'tib ketib yoki yo'l bermasdan qisib, unaqa jinikat ishlar qilmaydi-da, tan olaylik. Keyingisi Namat yozyapti. Ценный специалист страдает от чужбины, кафе не дают жить. Xullas shuni tushunmadim. Ruscha mencha unda yaxshi emas, ingliz tilida yaxshiroq bilaman. Mana Tailandda ko'rdim deyapti o'zbek. Tailandliklarni rus tilida haqorat qilayotganligini ko'rdim deyapti. Endi bu ham ko'rib turibsizlar, o'zini rus tilini baland qo'yyapti. Gapidan shuni tushundim. Etik svine bu cho'chqalar qo'ymash kerak edi. Yuraversin qari yurgan bo'lsa deyapti. Это не Россия. Там быстро чурка разбирается. Bu yer Rossiya emas-da. Agar Rossiya bo'lganda tezda uni koshin to'lab qo'yardi deyapti. Xullas menimcha bugungi birinchi videoga yetadi. O'rtoqlar, men bu bilan nima demoqchiman? Bunaqangi videolar hali ko'p qo'yamiz. Kommentariyalar o'qish hamisha qiziq. Menimcha sizlarga ham qiziq bo'lsa kerak. Просто buni video qilib chiqarishga endi qaror qildim. Men o'zim qaror qildim. Tanqid qilamiz o'rtoqlar. Demak, bu bolani hozir ko'p turgan qo'shnisi bo'lami, oshnasimi, ota-onasimi ko'rsa bir uyatsin, keyin unga bir gap gapirsin. Nima unaqa qilasan? Bir yo'lda yurtda bo'lsa, ko'tingni g'irt qisib yurishing kerak edi deb aytsa, keyinchalik boshqalar ham buni ko'rsa, keyin borib hech bo'lmasa o'zgaradi deb o'ylayman. Bunaqa qilib qo'yib bo'lmaydi, ko'ryapsizlarmi? Baqir-chaqir qilishini. Masalan, hozir siz O'zbekistondasiz, masalan, Andijondasiz yoki Namangan, Toshkentdasiz, bitta Hind kelib sizga bitta qiliq qildimi? Mana qilib bir beparosatlarcha o'rta qo'lini ko'rsatdim sizga, bitta Hind, mana Xitoylar yuribdi, mana karslar bor, boshqalar bor. Yoki Rossiyadan kelib turistlar bo'lib kelyapman Samarqand, Buxoroga, bitta o'ris yoki boshqa millat shunaqa sizga qiliq qildimi? Yo'q. Qilgan bo'lsa ko'rsating. Jazosini oladi boshqa, lekin bunaqangi darajada qiladigan menimcha yo'q bo'lsa kerak O'zbekistonda turistlar. Ular sog' bo'lasizlar.